syomkadagi hech kim yordam bermayotgan ekan, o'sha sababchi bo'lib qolgan odamlar, o'sha Ahad Qayum va boshqalar insofiylar yo'q ekan, kopeyka ekansizlar, hammanglarning insofiylar borib shunaqa qiyin ahvolga solib qo'yib o'sha qizga yordam ham berishmayotgan ekan. Ana aktrisa bosib ketgan aktrisa ham 17 yosh bo'lib turib, zarracha mehr qalbida yo'q ekan, qahr ekan qalbi to'la. Yordam bergisi ham kelmayotgan ekan, uni ota-onasi ham yordam bergisi kelmayotgan ekan, pofig ekan, короче, hammasiga. O'shaning uchun iltimos ko'proq repost qilinglar, o'zingizlarning istoriyalarga ko'proq kommentariy yozinglar, o'sha qizni belgilanglar. Men ham belgilab qo'yib qo'yaman. Ahad Qayumni belgilanglar va ichki ishlarni, Saida Mirziyoyevani va boshqalarni kimni bilsanglar belgilab qo'yinglar. Mana shu situatsiya iltimos ochiq qolib ketmasin. Bu nohaqlik. Umuman nohaqlikka men yomon qarayman, o'zingizlar bilasizlar. Va iltimos shu situatsiyada shu qizga ozgincha bo'lsa ham yordam beringlar va kimni finansiy возможности bo'lsa, keyingi operatsiyasiga, bu qiz keyingi operatsiya yana qilar ekan, o'shanga ham yordam beringlar.